Senga shokolad olib keldim-mi? Voy, mangami rahmat. Mana Maprat ko'r xotinchasiga shokolad olib keldi, lekin meni o'zim biror marta shokolad ko'rmadi. Esingdami, shu o'g'ling uchun to'ylardan cho'ntagingni to'ldirib shokolad o'g'irlab kelarding. Ha, bola. Ona sizga kecha shokolad olib keldim-ku men. Men shu shokoladdan yegim kelyapti. Ona sizga beraman shuni, onajon. Endi yegim kelmay qoldi. Boshqasini olib kel. Ana shunaqa, bolani ko'ngli xotindoraning ko'ngli shokoladda. Senga nasib bo'lib kelib yumshoqqina. Voy, rahmat. O'zi kerak edi. Gulchalari ham bor ekan-da. Sen uchun. Mana rais buva, nokas o'g'il kelinga naski beryapti. Mushtipar onaga naski yo'q. Onangga bitta qo'shib qo'ysang bo'lmaydimi? Onamlarga doim olganman. Ona ayting, boqqusiga ko'p olib berganman-ku. Men ko'rmaganman. Ko'rmabdi-ku. Sen gul olib kelding. Voy, gul, muncha chiroyli. Mana guvoh bo'linglar, o'g'il xotiniga gul beryapti, lekin biror marta onasiga gul bermagan. Tomosha qilinglar mana. Ona gulga allergiyasi bor-ku, doim bersam kerak emas deysiz-ku. Onasini allergiyasidan foydalangan o'g'il. Yurtimiz kinoteatrlarida tomosha qilinglar. Ona, telnovellar qilmang. Yaxshilab qaragin, bu Texnosity do'konlarida hamma narsa bor. Maishiy texnika, kir moshina, gaz plita, mebel deysanmi, mana yo'q gilam deysanmi, televizor, hamma narsa bor. Nima beray? Ayt. Menga telefon bering bitta. Aka telefon bormi? Apparat chiqar. Mana xotinchasiga telefon bor, menga telefon yo'q. Technosity do'konlarida Honor X7D telefonlarini oylik to'lov 99 mingdan, Honor X5C telefonlarini esa oylik to'lov atigi 69 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bo'lmasa shundan menga ikkita bering, onamlarga bitta olaman. Voy, bu meni kelganimni ko'rganda bo'lmasam olarmidi bu. Olmasdi bu.